Hurmatli kuzatuvchilar, qo'limda 4 ta soat bor. Shulardan ikkitasi yashirin kamera bor, ya'ni ichida yashirin kamera qo'yilgan. Birinchisami, ikkinchisami, uchinchisami, to'rtinchisami. Kommentariyada yozib qoldiring. Video davomida bu soatlarni obzor qilib beraman. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, sizlarni ko'rib turganimdan xursandman. Mening ismim Akbarali Abduvaliyev, kamera mutaxassisiman. Bugun sizlar bilan soat ko'rinishidagi yashirin mini kameralar haqida gaplashamiz. Video boshida aytgan kameralarimiz 3-chi va 4-chi kameralar edi. Bu kameralar emas, soatlar. To'g'rirog'i, qo'limdagi soatlarda yashirin kamera bor. Videoni oxirigacha ko'ring, narxlari, hamma narsasini aytib o'tamiz. Birinchi soatimiz shunaqa korobkaga ega, ochiladi. Ichidan soatimiz o'zi chiqadi. Xo'p, komplektidan USB kabeli va foydalanish kitobchasi chiqadi. Ushbu soatimiz o'zini ichki xotirasiga ega. Xo'p, ishlashi oddiy, aqlli soatdagi ishlayveradi. Demak, kalendar ko'rsatadi, sanani ko'rsatadi va vaqtni ko'rsatadi. Tepadan zaryadini ham ko'rib turishingiz mumkin. Ishlatilishi juda ham oson va ovozni ham aniq qilib yozadi. Videoga olish formatlari Full HD formatda videoga oladi. Ishlashimiz uchun bosamiz. Bosib turamiz. Xo'p, endi tepadagi knopkasini bossak, video olishni boshlaydi. Hozir qo'limdagi soat videoga olib turibdi. Videoga olish sifatlarini birgalikda ko'ramiz. Hozir buni narxini aytib o'taman. Soatimizning narxi $100 chiqadi. Agar qo'limdagi ushbu soat faqat video tasvirlariga olsa, 1 soatdan 3 soatgacha video tasvirga olish mumkin. Videoga olish sifatlari Full HD 2 megapikselli kameralar bilan jihozlangan. Xo'p, ovozni alohida yozish funksiyalariga ega va alohida rasm tushirish ham funksiyasi bor. Juda ham zo'r qurilma. Soatimizni, ya'ni kameramizni foydalanishdan avval USB orqali kompyuterga ulaymiz va sozlamalar bor. Sozlamalarida video formatlarini, ishlash prinsiplarini va bu soat ishlashni boshlagan vaqtda fayllarni 15 minutdan 5 minutgacha bo'lib saqlab qo'yish mumkin. Biz shuni 15 minut qilib qo'yganmiz. Xullas shunaqa birlamchi sozlamalarni sozlab olishimiz kerak bo'ladi. Agar ushbu soatni xarid qilmoqchi bo'lsangiz, biz sozlamalarni to'liq sozlab sizga taqdim etamiz. Ushbu soatimiz saqolli ishlash uchun, xo'p, bosib turamiz pastdagi knopkasini va tepadagi knopkasini bosamiz. Xo'p. Demak, zaps olishni boshladi. Hozir birgalikda zapsni ko'ramiz. Ketdi mana. Siz ham videoga olib qo'ying. Videoga olish sifatiga o'zingiz baho bering. Juda ham yaxshi sifatda video tasvirga oladi. Shunaqa qilib turasiz, bo'ldi mana. Videoga olinyapti. Mana bilinadimi? Yo'q, mana. Ekran o'chgan. Ko'rishingiz mumkin. Lekin videoga olib turibdi. Ovozni ham yozib oladi. Hozir ekranda original tasvirni chiqarib qo'yasiz. Zo'r. Endi saqlash uchun yana tepadagi knopkasini bosamiz. Bitta bossak bo'ldi. Qo'shimchasiga tepadagi knopkasini bossak yana olish mumkin yoki yana bitta bossak o'chadi. Xo'p, agar biz pastdagi knopkasini bossak, xo'p, rasmga oladi, mana qarang. Ketdi, mana rasmga oldi. Ana bu belgi ovoz yozayotganini bildiradi. Ovozni o'rtacha 3-4 soatdan 5-6 soatgacha yozib berish mumkin. Juda ham zo'r. Hurmatli kuzatuvchilar, ikki xil variantdagi soatlarimiz bor, ya'ni klassik Rolex ko'rinishidagi soatlarimiz yoki aqlli soat ko'rinishidagi soatlarimiz bor. Xo'p, narxlarini aytib o'taman. Bu soatimiz narxi $100 ga chiqadi. Klassik ko'rinishdagi soatimiz narxi esa $90 ga chiqadi. Buni qulayliklari, siz zapis qilyapsizmi, nima qilyapsiz, ekran bilan bemalol ko'rib tura olasiz. Ya'ni raqamli ekran bilan. Buni ozgina noqulaylik tarafi, xo'p, indikator svechchalar orqali, ya'ni diodlar orqali siz holatini ko'rib turishingiz mumkin. Demak, bosib turasiz, rejimini o'zgartirasiz va yana tepasini bitta bosib qo'ysangiz 3 marta o'ynab zapis qilishni boshlaydi. Hozir soatimiz zapis qilib turibdi va yana shuni bitta bossangiz o'chib yonib, xo'p, zapis saqlab qoladi va yana bosib turasiz, xullas o'chadi. Bu soatni tushunib olish uchun shu 2-3 ta svetodiodni yonish o'chishlarini o'rganishimiz kerak bo'ladi, lekin zo'r. Buni eng katta qulayligi o'zini xotirasi 32 GB. Bunda 8 GB.
Agar siz Full HD formatda zapis qilsangiz, bu 50 minutda to'lib qolishi mumkin. Shuning uchun formatini sal kichikroq qilib, misol uchun 640p qilib buni ko'paytirishimiz mumkin. Ya'ni 2 soat, 3 soatga yetkazadigan qilishimiz mumkin. Lekin akkumulyatorlari bemalol 3 soatgacha video zapisni qo'llab-quvvatlaydi. Xo'p. Kimgadir bu soat ma'qul kelishi mumkin, kimgadir bu soat ma'qul kelishi mumkin. Agar siz Toshkent shahrida yashasangiz, bemalol kelib, soatlarimizni ko'rib, xarid qilib ketishingiz mumkin. Yoki-da sizga BTS pochta orqali 12 ta viloyatga ushbu qurilmalarimizni yetkazib berishimiz mumkin. E'tibor qiling, faqat to'lov amalga oshirilgandan so'ng biz sizga sozlamalarni sozlab, soatlarni pochta orqali yetkazib beramiz. Kim xarid qilmoqchi bo'lsa, quyidagi raqamlarga hoziroq aloqaga chiqsin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.